Paxtachilikda urug'chilik tizimini rivojlantirish hamda paxta hosildorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida Prezident qaroriga asosan urug'chilik tizimiga erkin bozor mexanizmlarini joriy etish maqsad qilingan. Maqsad esa avvalo unumdorlikni oshirish. Andijon viloyatida tashkil etilgan Respublika ko'rgazmali amaliy seminari bilan mavzuni davom ettiramiz. Bugungi kunda Andijon viloyati dalalarida paxta yetishtirishda intensiv agrotexnologiyalar asosida dehqonchilik qilinmoqda. Bu tajribani keng ommalashtirish va yangi tavsiyalar, ilmiy asoslangan tashabbuslarni qo'llash yuqori hosil olish garovi ekanligi e'tirof etildi. Shu Shinjon texnologiya asosida 50-55 sentnerdan paxtadan hosil oldi. Bu yil juda ham maqsadimiz katta. Eng kamida 60 sentnerdan shu paxtadan yuqori hosil olish. Aprobatsiya orqali kelgusida urug' yetishtirib o'zimizda xorijiy navlarni arzon narxda mahallashga moslashtirib, shu navlarni yetishtirishni chorasini ko'ryapmiz. Respublikamizda bu yil 200 ming gektar maydonda mana shu texnologiya joriy qilish topshirig'i bo'lgan. Bu xorijiy navlar uchun. Bundan tashqari yana 200 ming gektar maydonda mahalliy navlarni ham mana shu ilg'or texnologiya asosida, demak, ekish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Xorijiy nav ekilganda ko'saqni chidamligini asrab qolish maqsadida atrofiga texnik g'o'za ekilgan maydonlarda albatta 20% maydonga qochoq maydon, ya'ni yoki xo'raki maydon deymiz, shunaqa ekish talabi qo'yilgan. Seminar davomida paxta yetishtirish davrida g'o'za zararkunandalariga qarshi kurashish, bunda xalqaro tajribani qo'llash ham aytib o'tildi. Demak, biz hozirgi kunda qiladigan ishimiz birinchi o'rinda g'o'zalar unib chiqqandan keyin shira tripsga qarshi bir qator obработка qilib qo'yishimiz. Preparatlardan dala qirg'illarga bir martadan obработка qilib qo'yishimiz kerak. Shunda yaratilgan hosilni saqlab qolishga erishamiz. Hektariga 18 million so'mgacha bo'lgan qo'shimcha daromad olish imkoniyati bor, chunki ko'sak qurti zararlanmaydi, ko'sha soni ko'p va intensiv agrotexnologiya. Mana shu hozir xorijiy navlar bilan yonida ham agrotexnologiyasi kirib keldi va kelgusida biz bu agrotexnologiyani mahalliy navlarga ham kengaytirish va mana shu hozir aytilgan BT genlarini, xorijiy navlar BT genlarini mahalliy navlarga o'tkazish o'tgan yildan boshlangan. Xorijiy navlardan Oltinko'l tumanidagi fermer xo'jaligida har gektar yerdan 52 sentnerdan Paxtabod hamda Jalaquduq tumanlarida 55-58 sentnerdan paxta hosili olindi. Joriy yilda viloyatda 60 ming gektarga chigit ekilib, maydonlarning 28.340 gektariga xorijiy navlar joylashtirildi. Barcha agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 2025-yilda 60 ming gektar paxta maydonlaridan yalpi 262.800 tonna paxta yetishtirish, hosildorlikni o'rtacha 44 sentnergacha yetkazish rejalashtirilgan.